Qarang, gaz bor, suv bor, svet bor. Yangi yo'lga kelganmiz. Qoratepa mahalla, yangi yo'lni boshi. Mahallani ko'ryapsiz. Katta ko'chadan 300 metr oralig'ida masofa. Mahallani ko'ryapsiz, juda ham chiroyli, kengina. Bizda sotuvga chiqqan joyimiz 40 sotuv 75.6 ga, ichkariga 54 bo'ladi. Yangi yo'l, Qoratepa mahalla 40 sotuv, sotig'ini 5500 dan qo'ydik. Qarang, bismillah, kirchimiz bilan xuddi shunaqa asvesheni kutib oladi sizni. Qing'ir qiyshuv joyi yo'q, to'ppa to'rtburchak shaklda 40 sotiqli yer maydonimiz sotuvga chiqqan. Ko'ryapsiz, vremyankalar qurib qo'yganlar, har 10 sotuv 10 sotuv qilib. Endi imkoni boricha 40 sotuvni sotaman deyaptilar. Narxi 5500 bo'pti. O'tga ferma qilasizmi? Endi kottejlar rivojlanib ketyapti. Kottej qurish imkoniyatingiz ham bor. Yangi yo'lliklar bormi? Yangi yo'lliklarga. Yaxshi lokatsiya, Qoratepadan, yangi yo'ldan, shunaqa lokatsiyadan yer so'raganlarga tashab qo'yasizlar. Endi sotig'ini 5500 qo'ydik, 40 sotuv bo'ldi. Fasad 75.6 ga 54 bo'ldi. Egaran raqamini qoldirib qo'yamiz, qo'ng'iroq qilib, tezkor sotuv barakasini qilishingiz mumkin. Suv, svet, gaz bor ekan. Yana bitta gap aytadigan bo'lsam, bu yerda surishtirdik. Bu yerda narxi qimmatroq etib o'tirishgan ekan. Bizda tezroq sotishimiz kerak, shuni hisobiga narxini stabil bozorga qarab qo'ydik. Raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilishingiz mumkin. Yangi yo'lliklarga alangali salom.